Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men Ahmedova Gulchehra 2022-yildan buyon direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilarni attestatsiyaga tayyorlab kelaman. Bugun sizlar bilan ilk qadam milliy o'quv dasturi bo'yicha rivojlanish xaritasini belgilashni o'rganamiz. 802 sonli qarordagi davlat talablari bo'yicha 5 ta rivojlanish sohamiz bor. 5 ta rivojlanish sohamiz kichik sohalarga bo'linadi. O'sha kichik sohalar indikatorlari bo'yicha biz rivojlanish xaritasini belgilab boramiz. Demak, bugun sizlar bilan rivojlanish xaritasini kodlar asosida belgilashni o'rganamiz. Ilk qadam milliy o'quv dasturimizda jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi 4 ta kichik sohaga bo'linar edi. 3-kichik sohamiz hozir dasturga qo'shilib ketganligi sababli chiqib ketib, rivojlanish xaritasida belgilamaymiz. 3 ta kichik sohani belgilaymiz. 5 ta rivojlanish sohamiz bor. Birinchisi jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi. Ikkinchisi ijtimoiy, hissiy rivojlanish. Uchinchisi nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalari. To'rtinchisi bilish jarayonlarini rivojlantirish. Beshinchisi ijodiy rivojlanish. Jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi 3 ta kichik sohaga bo'linadi. Birinchisi yirik motorika, ikkinchisi mayda motorika, uchinchisi sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik. Ikkinchi rivojlanish sohamiz ijtimoiy hissiy rivojlanish. U ham 3 ta kichik sohaga bo'linadi. Birinchisi men konsepsiyasi, ikkinchisi hissiy rivojlanish, uchinchisi ijtimoiy rivojlanish. Uchinchi rivojlanish sohamiz nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalari. U ham 3 ta kichik sohaga bo'linadi. Birinchisi nutq va til, ikkinchisi o'qishga tayyorgarlik, uchinchisi yozuvga tayyorgarlik. To'rtinchi rivojlanish sohamiz bilish jarayonlarini rivojlantirish. U ham 3 ta kichik sohaga bo'linadi. Birinchisi mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish, ikkinchisi elementar matematika, uchinchisi dunyoni anglash. 5-chi rivojlanish sohamiz 2 ta kichik sohaga bo'linadi. Birinchisi dunyoni badiiy tasavvur qilish, ikkinchisi badiiy va ijodiy qobiliyatlar. Demak, mana shu 5 ta rivojlanish sohamizni yaxshilab yodlab oling, chunki kodlarni hozir siz bilan o'rganayotganimizda bu sizga kerak bo'ladi. Skrinshot qilib oling. Ilk qadam milliy o'quv dasturi 7-bobda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi va ta'lim olishiga qo'yiladigan talablar 7-bobning 1-bo'limida kutiladigan natijalar kodlarini qanday qilib siz rivojlanish xaritasini belgilashingiz bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi va ta'lim olishiga qo'yiladigan talablardan foydalanishni osonlashtirish uchun rivojlanish sohalaridagi hamma kutiladigan natijalar, ya'ni indikatorlar o'zining ma'lum kodiga ega. U quyidagicha ko'rinishda. Mana bu bizni rivojlanish xaritasini belgilash kodlarimiz hisoblanadi. 1, 3, 12da 4 ta kod yozasiz. Doimiy 4 ta kod yozasiz. Endi birinchi kod qayerdan keldi? Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kodlarni men sizga tushuntirib o'taman. Birinchi kodimizga har doim birinchi belgiga 5 ta rivojlanish sohamizni yozasiz. Siz o'sha bolani boshida jismoniy rivojlanishni 3 ta kichik sohasini belgilaysizmi? Ya'ni o'sha jismoniy rivojlanishga yozasiz. Birinchi kodimizga mana shu 5 ta rivojlanish sohasidan qaysi birini belgilayotgan bo'lsangiz, o'shani yozasiz. Agar siz ijtimoiy hissiy rivojlanishni belgilayotgan bo'lsangiz, 2 ni yozasiz. Birinchi kodimizga o'shani yozasiz. Bu yerda hozir mana bu kodlar turibdi. 4 ta kod. Birinchisiga mana shu 5 ta rivojlanish sohamizni kodini yozasiz. Agar siz ijodiy rivojlanishni yozayotgan bo'lsangiz, o'sha belgilashni 5 ni yozasiz. Ijodiy rivojlanish 5-raqamda turadimi? Birinchi kodimizga o'sha 5 ta rivojlanish sohalarining kodini yozasiz. Bilishni yozayotgan bo'lsangiz, 4 ni yozasiz. Tushundingiz? Menimcha ikkinchi kodga qaysi raqam, mana shu 3 qayerdan kelganini o'rgataman. 1ga 5 ta rivojlanish sohasini yozadigan bo'lsangiz, ikkinchisiga endi kichik sohalarni yozasiz. Mana bu yerda bizning kichik sohalarimiz sizga yozilgan, skrinshot qilib oling. Endi mana shu 5 ta rivojlanish sohani birinchi kodga yozgan bo'lsak, birinchi kodga endi siz mana jismoniy rivojlanish
sog'lom turmush tarzi rivojlanish sohasini 1 deb yozgan bo'lsangiz, endi unda 3 ta kichik soha bormi? O'shani yozasiz ikkinchi kodimizga. Siz mayda motorika bo'yicha indikatorlarni belgilayotgan bo'lsangiz, 2 ni yozasiz. Agar siz bu yerda hozir sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikni belgilayotgan bo'lsangiz, 3 ni yozasiz. Endi siz nutq muloqot o'qish va yozish ko'nikmalarini hozir rivojlanish xaritasida belgilayotgan bo'lsangiz, 3 ni yozasiz birinchi raqamga, ikkinchi kodga esa nutq va tilni yozayotgan, o'sha belgilayotgan bo'lsangiz indikatorlardan 1 ni yozasiz. Nutq va til birinchi kichik soha bo'ladi. O'sha kichik sohalarni yozasiz. Agar siz yozuvga tayyorgarlik 3-chi kichik sohasini belgilayotgan bo'lsangiz, 3 ni yozasiz. Tushuntira oldimmi? 3 tadan ortiq ikkinchi kodga raqam yozilmaydi. Birinchi kodga faqat 5 ta rivojlanish sohamiz bo'yicha belgilaganligimiz sababli 5 tadan ortiq yozilmaydi. Ya'ni ijodiy rivojlanish oxirgisi, ijodiy rivojlanish oxirgi, ya'ni 5-chi rivojlanish sohamiz 5. Endi unga 2 tadan ortiq yozilmaydi raqam. Chunki ijodiy rivojlanish faqat 2 ta kichik sohaga bo'linadi. 2 ta qilasiz xolos. Boshqa raqam yozilmaydi. Kodlarimiz, ikkinchi kodimiz 3 ta raqamdan oshib ketmasligi zarur va shart. Chunki 3 tadan ortiq kichik sohamiz mavjud emas. Bu yerda 3-kodimiz 12 turibdi. Endi mana shu 12 qayerdan kelganini sizga tushuntirib o'taman. Endi 3-raqamdagi kodimizni sizga tushuntirib o'tamiz. Mana bu joydagi mana 3-4 yosh, 4-5 yosh, 5-6 yosh, 6-7 yosh deb turibdi. Mana shularni hammasi mana multfilmlarni tomosha qilish orqali chet tiliga qiziqish bildirish. Kitobdagi rang-barang tasvirlarni qiziqish bilan ko'rib chiqish, sevimli hikoyasini o'qib berishni so'rash. Har biri bular indikator hisoblanadi. Mana shu belgilaysizmi? Har biri bo'yicha bularni har biri indikatorlar hisoblanadi. Mana shu indikatorlarni siz 3-kodga yozasiz. Bu yerga yozib qo'yilgan birinchi kodimiz mana sizga tushuntirganimdek 3 nutq muloqot, qisqartirib aytaman, 3 raqami 3-rivojlanish sohamiz 1-kodga yozilgan. Endi bu yerda 1 raqami turibdi. Ya'ni birinchi kichik sohasi deyilyapti bu yerda. Nutq muloqotning birinchi kichik sohasi bu yerga yozilyapti. Endi bu yerga 12 deb turibdi. Bu yerda 12-si, ya'ni 12-indikator bor bu yerda deyilyapti. Va ani ham hozir tushuntirib ketaman. Demak, hozir biz 2-kichik sohasidan boshlaymiz tushuntirishni. 2-kichik soha o'qishga tayyorgarlik, nutq muloqotniki mana 3-raqam nutq muloqot 1-kodimizga yozamiz. 2-kodimizga 2-kichik soha nomini yozamiz. Ya'ni mana 2-kichik soha nutq muloqotni o'qishga tayyorgarlikmi? Mana 2 raqamida turibdi. Endi bu yerdagi birinchi indikatori birinchi indikatori kitobdagi rang-barang tasvirlarni qiziqish bilan ko'rib chiqish, sevimli hikoyasini o'qib berishni so'rash. Kichik guruhlarda. Katta guruhlarda esa rang-barang tasvirli kitoblarga qiziqish bildirish, aniqlashtiruvchi savollar berish. Endi mana shu 3-raqamga indikator raqamlarni yozasiz. Qarang, kichik soha o'qishga tayyorgarlikni nechta indikatori bor? 1, mana 3-raqamda turibdi. Qarang, nechtaligi? 2, 3, 4, 5, 3-raqamda 5 ta ekan. Endi nutq muloqotni yozuvga tayyorgarlik 3-kichik sohasida 3 deb raqam turibdi. Ikkinchisiga 3-kichik sohaligi uchun 3 raqami turibdi va birinchi indikator nomi yozuv vositalarini butun kafti bilan ushlash. Endi mana shu 3-raqamga yozilyapti. 1 raqami. Endi yozuvga tayyorgarlik nechta indikatori bor? Ya'ni mezoni bor. 1, 2, 3, 3 ta mezoni bor ekan. Mana ustozlar, mana shu 3tasini yodlaysiz.
o'zingizni guruhingiznikini yodlamang, faqat hammasinikini yodlashingiz majburiy, chunki attestatsiya imtihonda tushib qolishi mumkin. Endi siz bilan elementar matematika, ya'ni bilish jarayonining ikkinchi kichik sohasini o'rganamiz. Qarang. Bu yerga 4 deb yozilgan. Bilish jarayoni 4 raqamida turadi. Birinchi raqamga rivojlanish sohalarini raqami yoziladi. 5 ta rivojlanish sohamizdan 4-inchisi bilish jarayoni bo'lsa, o'sha 4 yozilgan. Endi mana bu yerda elementar matematika kichik sohasi, ikkinchi kichik sohasi elementar matematika, o'sha kod yozilgan nuqta bilan. Endi o'shani kichik sohani birinchisi turli amaliy vaziyatlarda 1 dan 5 gacha tartibli sanashdan foydalanish. Ya'ni kichik guruhda mana katta guruh, tayyorlov guruh, o'rta guruh deb turibdi. Endi mana shu elementar matematikani 3-raqamdagi indikatori nechta ekan? O'sha mana birinchisi, mana ikkinchisi, bu yerda 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta ekan. Bilish jarayonining ikkinchi kichik sohasini mana bu 3-kodiga 8 ta raqamgacha belgilashingiz mumkin. 8 ta raqamni belgilar ekansiz. 4-kodni o'rganamiz. Mana bu yerda yozilgan 3-4 yosh, 4-5, 5-6, 6-7 yosh deb. Bu yerda yozib qo'yilgan 4-kodga bolaning yoshini bildiruvchi kichik harflar quyidagicha ko'rsatiladi. Kichik guruhlar A, o'rta guruhlar B, katta guruhlar S, tayyorlov guruhlar D harfi bilan belgilanadi. A, B, S, D deb yodlab oling. A kichik, B o'rta, S katta, D tayyorlov guruhlarini kodlari hisoblanadi. Bu yerda hozir siz bilan takrorlab o'tamiz. 1, 2, 1 A deyilyapti. Bu yerda hozir kichik guruhni belgilayapsiz. Birinchi raqamda jismoniy rivojlanishni belgilayapsiz. Mana 1da 1, 2, 1 A. Endi siz 1da jismoniy rivojlanish, 5 ta rivojlanish sohamizda jismoniy rivojlanishni 2ga ikkinchi kichik sohasini 1ga birinchi indikatorini Aga kichik guruhni belgiladingiz. Ikkinchi kodga misolni ko'rib chiqamiz siz bilan birgalikda. 2, 1, 2, B. Kichik harflar bilan yoziladi faqat. 2. Ikkinchi rivojlanish sohamiz ijtimoiy hissiy bo'lsa, 1 ikkinchi kichik sohamiz, 3-kodimiz 2 esa indikatori hisoblanadi. O'sha birinchi kichik sohasini ili B o'rta guruh ekanligini bildiryapti. Endi 3-si 3, 1, 2, S. 3-chi rivojlanish sohamiz nutq muloqot bo'lsa, uni birinchi kichik sohasi belgilanyapti bu yerda va ikkinchi raqamga ikkinchi indikatori, hozir hamma indikatorlar bo'yicha belgilaydigan bo'lsak, o'sha indikator ikkinchisi belgilanyapti va S ga qaysi guruh ekan? Katta guruhni belgilab o'tyapmiz ekan. Keyingisi 4, 2, 2D. 4, 2, 2D. Faqat nuqta qo'yasiz. 4 bu yirigi motorikadan bilish bo'lsa, 2 raqami kichik sohalari, bilish sohasi 2, ikkinchi kichik sohasi, o'sha bilishni 2, yana keyingi 2, 3-raqamdagi kodimiz 2 ga uni indikatori D ga qaysi guruh ekan? Tayyorlov guruhini belgilayapmiz. Oxirgi misolimiz 5, 1, 2, D. Demak, tayyorlov guruhini belgilayapmiz D harfi bilan. 5-chi rivojlanish sohamiz ijodiy rivojlanish. 1 uni birinchi kichik sohasi, o'zi 2 ta kichik sohasi bor ijodiy rivojlanishni. 2 raqami esa bu yerda uni indikatori va D tayyorlov guruhini belgilayotganingiz belgilangan. Bu yerda hozir biz rivojlanish xaritasini
o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. 3-4 yoshli bolaning rivojlanish xaritasi qarang, jismoniy rivojlanishda o'zgarish bor. 3 ta kichik sohaga bo'linyapti. Uni mana yirik motorika, mayda motorika va sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik bo'yicha belgilaysiz. Mana indikatorlari. Sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikda 7 ta indikator bor ekan. Mana shundan ko'rib belgilasangiz, oson belgilaysiz. Endi har doimgidek ustozlar belgilab boraverasiz. 2026-27-yilda o'sha aytib o'tilgan qarorlarimizda o'sha elektroniy bo'ladi deb, lekin hali bu haqida yetib kelgani yo'q, hali amalga oshirilgani yo'q. Qarang, siz birinchi kuzatilmaydiga ptichka qo'yadigan bo'lsangiz, u bola umuman bu ishni bajara olmaydi. Endi ba'zanni belgilaydigan bo'lsangiz, u bola ba'zan bajaradi bu ishni. Tez bajarib turadi, doimiy ravishda o'zi erkin bajara oladi degani. Mana shuni belgilaganingizdan keyin, doimiyni belgilaganingizdan keyin keyingi oraliq yakuniga umuman doimiyni belgilamaysiz. Agar u bolani sog'lig'ida birorta muammo tug'ilsa yoki sekinlashuv yuzaga keladigan bo'lsa, siz oraliq kuzatuvga u ba'zida qiladigan bo'lib qolsa, o'shani belgilab, pedagog izohi ustuniga izoh yozib ketasiz. Stress tufayli izohini qisqa yozuvlarda yozib ketasiz, qisqaroq qilib. Mana shu belgilagan rivojlanish xaritasi bo'yicha har bitta belgilangan indikatoringiz o'sha mutaxassislarniki bilan bir xil bo'lishi kerak. Psixolog, logoped, musiqa rahbarlari bilan bir xil bo'lib chiqishi kerak. Sizniki boshqacha, uniki boshqacha bo'lmasligi kerak. Hamkorlikda belgilab borasiz. Xato va kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Ustozlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.